Dietologik kasbini tanlashimdan oldin o'zimda 130 kilogramm vazn bo'lgan, lekin buni hattoki birinchi intervyumda ham aytmaganman. Sababi 130 kilo ayollar uchun uyatli vazn deb hisoblaganman va yaqinlarimga ham, intervyularda ham o'zimni 108 kilo atrofida bo'lganman derdim. Lekin hozir mana shu vaznda bo'lganimni bemalol ayta olaman. Sababi bu katta vaznli ayollar uchun ozgina bo'lsa ham umid beradi. Aziz ayollar, men sizlarga hozir ozishda qilgan xatolarimni aytib bermoqchiman. Sizlar ham shu xatolarni qilmanglar. Birinchi navbatda men umuman genetikaga qaramaganman, o'zimdagi kasalliklarga qaramaganman. Ya'ni metabolizm juda ham past bo'lgan, qalqon simo bez faoliyatida muammolar bo'lgan, qondagi qand miqdori yuqori bo'lgan va menda ferritin juda ham past bo'lgan. Umuman bularni e'tiborga olmasdan faqat reklamalardagi dorilarni sotib olishga hamma pullarimni sarflaganman. Qaysi dorini reklama qilishsa, qaysi kofe kokteylni reklama qilishsa, hammasiga pul tikib olib ichib ko'rardim. 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo vazn tashaganimdan keyin ishtaham 2-3 karra ochilib ketib, yana o'sha vaznni qayta yig'ib olardim. Oxiri juda ham shunaqa dorilardan charchab, men o'zim ahd qilganman, to'g'ri dietani tanlash uchun shu kasbga kirishim kerak edi. Va albatta bu kasbni egallaguncha juda ko'p bilimlarni oldim, egalladim va 65 kilogacha vazn tashadim. To'g'ri, bu vazn tashashim orasida 3 marta menda tug'ruq bo'ldi. 3 ta farzandim bor. Ularni keserva bilan dunyoga keltirganman va har bittasini tug'ayotganimda yana vazn olganman. Har vazn olganimda vazn tashash yo'lini ham bilaman. 4 oy oldin ham 3-farzandimni tug'dim va 4 oy ichida bolani emizib turib ham srazi 20 kilo vazn tashadim. Ko'p ayollar emizib turib vazn tasha olmayman, sutim kamayib ketadi deb o'ylashadi, lekin bu juda ham xato fikr. Chunki meni raddomdagi doktorlar ham ko'rishdi. Raddomni o'zidan dietani boshlaganimni, nonlarni, shirinlarni hammasini berib yorib, faqatgina o'zimga to'g'ri keladigan ratsionni tanladim. Natija zo'r, hech qanaqa fitness sportsiz. Yana 20 kilo vaznni tashlab oldim. Agar siz ham shunaqa uyda o'tirib, o'zingiz uchun ratsionni to'g'irlab, farzandlaringiz uchun ham umuman nutritsiologiyani, bilimlarni o'rganishni xohlasangiz, albatta Telegram guruhimga obuna bo'ling, chunki bu yerda bepul juda ko'p maslahatlarni berib o'taman.